Riyaz Salihinninki 37. babga keldik. Yani 131. betken şu kitapga nisbeten. Babul infaqi mimma yuhibbu ve minel ceyyid deydi. Üzi yaxşı ko'radigan narsadan va eng yaxshi narsadan chiqim qilish haqidagi Allah yo'lida ishlatish haqidagi bab dedi. Allah subhanahu va taala dedi: "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ve qala taala: "Ya eyyuhellezina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ve mimma akhrajna lekum ve minel ardı ve la teyemmemul habitha minhu tunfiqun." dedi. De bu Riyaz-ı Salihin yani Yaxshilar Bag'chisininki 37. numaralık babga keldik. Bu babda o'zi yaxshi ko'radigan va eng yaxshi narsalardan Allah yo'lga chiqim qilish haqida shu vaqtdagi bab demoqchi. Hamda Abdurrahimahullah bu babda bir hadisni keltirdi. İlgiriki bablarda o'zininki ayoli, yaqin tuqqanlari, ojizlar, miskinlar bularga chiqim qilishni tilga olib, buni so'zlab bo'lgandan keyin insonninki nihoyatda oliy himmatlik bo'lishi va o'zininki qo'ldagi banasiniki eng yaxshilarini, eng isilini Allah yo'lida ishlatish. O'zi yaxshi ko'rgan narsani Allah yo'lida ishlatish, birish bu intayin muhimligi. Ham bu yerda hamda tayyib bilan o'zi yaxshi ko'radigan narsa o'tirisida ma'lum farq bor edi. Ko'pincha inson o'zininki mollarining eng isillarini yaxshi ko'rdi. Eng qimmatliklarini demoqchi. Lekin shu qimmatlikni yaxshi ko'rdi-yu, shu qimmat yaxshi ko'rgan shu mollar qarta qalbi bog'lanib qoladi deymiz. Demak, inson o'zi yaxshi ko'radigan va shu mollariningki eng isil, eng sifatli, eng yaxshilarini chiqim qilsa, bu kishi hamda Allah subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatini haqiqiy rostchilik bilan ifodalagan bo'ladi deydi. Shunlashqa sadaqani sadaqa deb ataldi. Sadaqa desa biz tilimizda biroz ashgapninki, so'zninki anglang'iz kelmaydigan, masalan sadaqa ihson yoki sadaqa balaniya, tavba gunaniya deydigan masalan tilimchilar shunda bir hadislarning mazmunini o'qiydigan darajada bizning urf odatimizda. Masalan kichik vaqtlarimizda o'ynan oldiga kelsa, shunda sadaq balaniya, tavba gunaniya aslida sadaqa degan balani dafi qiladi. Tevbetçi günahını yok qiladi degan bo'ldi. Ama ayet hadisning mazmuni. Tilamchilarimizmi ayet hadis o'qiydigan darajada bizningchi. Bizning millatimizga shu urf odatimiz shunda singib ketganda hamda ajdodimiz shunda dinni ajoyib amal qilgan. Sadaqa deb ataldi nimishqa desa, sadaqaninki atilishi asli bu sadaqadan chiqqan sadaqat. Ya'ni ash sadaqani sarf qiluvchi, shuni ishlatkichi, shuni bergichininki rostligiga bo'lgan bir ispat, delil sütüde bulduğun boğaçqa şun sadaqa deb atalgan deydi. Bir adam sadaqa berelise şu adamның imani, şu adamninki Allah'a bo'lgan muhabbeti, Allah'ның buyruqi bo'lgan onuncu Allah'nınki buyruqini icra qilishga bo'lgan onunki Allah'nınki emre farmonlariga bo'ysunishga bo'lgan amaliy ifodasi demoqchiman. İnsan hamda o'zining melininki eng yaxshilarini sarf qilishi, ishlatishi lozim dedi. O'zi yaxshi ko'rgan narsani ishlatish lozim. Hamda eng yaxshisi bo'lib melininki. Lekin o'zi yaxshi ko'rmaydiganlar bo'lib qolishi mumkin. Lekin ham yaxshi ko'radigan, ham eng yaxshi ko'radiganni eng yaxshisini bu ishlatgan vaqtda demak bu kim uchun ishlatadi?
u o'zi yaxshi ko'radigan Alloh subhanahu va taolo uchun. O'zinki nafsi, bala nafsi va insonning shu nafsininki havo havasiga qarshi holatda o'zi yaxshi ko'radigan Alloh subhanahu va taologa taqdim qilgan bo'ldi. Endi bunda selishtirsak to'g'ri bo'lmaydi, lekin masalan bir inson birisini yaxshi ko'rsak, yoki bolamizni yaxshi ko'rsak, yoki masalan bir tuqqanlarimizni yaxshi ko'rsak, yo ota-onamizni yaxshi ko'rsak, yoki masalan yat jinsni meni yaxshi ko'rsak, ashunga qilmaganlarimiz qolmaydi-da. Eng yaxshi narsani berib, eng yaxshi kiyim-kechak, eng yaxshi yemak-ichmak, eng yaxshi pul bu narsani sarf qilamiz. Acaba bizni yaratgan, bizni meyip qo'ymay, bizni bir aqlsiz daldush qilmay, sog'-salomat, sog'lom yaratgan, xotirjam yaratgan, xotirjamlik erishtirgan. Ondan boshqa islom ne'matlantirgan, odamiy hayvonlardan farqlantirgan yoki amaliy hayvon qilib qo'ymay inson qilgan bu zotga biz qancha qilsak arziydi. Shu Alloh subhanahu va taoloning yo'lida o'zimiz eng yaxshi ko'rganni, o'zimizning qo'ldagi bor narsaning eng yaxshisini sarf qilish, bu Allohga bo'lgan muhabbatimizninki ifodasi bo'ldi. Lekin Abdur rahimahulloh Allohning kitobidan ikki oyatni bu yerga dalil ko'rsatdi. Alloh subhanahu va taolo bunday degan edi. Birinchisi: "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Endi bu yerda biz uning tarjimasini o'rganib bo'ldik. Sizlar hargizmi yaxshilikqa yetilmaysizlar, yaxshilikka erishamaysizlar, hattoki o'zingni yaxshi ko'rgan narsadan chiqim qilmoqchi. O'zi yaxshi ko'rgan narsani chiqim qilmoqchi. Biz oyatni tushungan vaqtda oyatning sababi nuzul, shu sababi. Hadisni tushungan chog'da hadisningki vurudul ahadis, yuzi berish sababini bilishimiz lozim. Oyatningki nurg'unlarning ko'plarining bu sababi nuzuli bor. Hadisning bu so'zlanganda ko'plarninki vurudul ahadis, hadis nima so'zlandi desa, bu ma'lum sahobaning, ya ma'lum kishilarning, ya ma'lum bir voqelikninki yuz berganlik uchun so'zlangan yoki shuni oldin olish yo cheklash yoki uni buyurish uchun so'zlangan bo'lishi aniq. Endi bu oyatdami? La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun degan. Birri degan nima bo'lsa? Ya'ni birri degan yaxshilikqa degan yetilmaysizlar hargizmi? La tanalu demak, la tanalu deb deyishi bu yerda ta'kidlashim. Hargizmi yetilmaysiz yaxshilikqa, yaxshilik qilg'uvchi bo'lolmaysizlar. Sizlar o'zingizga yaxshi ko'rgan narsadan chiqim qilmoqchi. Endi biri degan ko'p yaxshilik demakchi. Endi birini deyishda shu birini biri deb atalib nima qilsa, kang, ozoda bo'lganlik uchun. Biri degan bak ko'p yaxshilik degan bo'ldi. Ya'ni sizlar ko'p yaxshilikqa hargiz erishamaysizlar. Bu yaxshiliklarning darajasiga hargiz erishamaysizlar. Yaxshi bo'lolmaysizlar. Yine jannatga kirolmaysizlar. Hatto tunfiqu mimma tuhibbu. Sizlar o'zingni yaxshi ko'rgan inson oilada, jamiyatda va yaxshi ko'radigan narsa bor. Masalan, hozir nimani yaxshi ko'rdi desa, inson pulni yaxshi ko'rdi. Ba'zi kishilar hamda o'zining ma'lum bir oilada yoki jamiyatda ma'lum bir narsa qiziqishi yaxshi ko'rish mumkin. Yoki mashinani yaxshi ko'rdi, yoki motorni yaxshi ko'rdi, yoki ish qilib ya telefonni yaxshi ko'rdi. Bir yaxshi ko'rgan narsa yoki oltin, zibuznatni yaxshi ko'rdi, masalan, ayol kishi bo'lib qolsa. Har xil narsani yaxshi ko'rdi masalan. Endi mal hammasi naytu suyumlik. Endi uni shuna mal yaratgan vaqtda zuyina linas hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantara deb oyatda insonlarga nisbatan zinnatlik, chiroyli ko'rsatildi dedi. Shahvatlar, balalar, o'g'illar masalan. Jiq toplangan boyliqlar bu go'zal ko'rsatildi, go'zal qilindi dedi. İnson endi bu jang, nafsi bilan, shayton bilan, odamiy shaytonlar bilan kurash maydonida yashayapmiz hozir. Davomli shu. Tangasilam, qo'psilam.
Şu şeytanlarga qarşı, nefsimizge qarşı hareket kılammasak mag'lub bo'lamiz. Davamlı kurash bor. Nefsimizge, hava hevesimizge qarşı ya da to'xta diyemsek, aşın keynen kirib mağdigan gibi. Aşın aramız jiq ya, mesela. Bir turmuşun dep, bir aşında kichkinam özünki huzurunu dep, başkalarının turmuşunu buzup atkan, başkalarga nisbeten har xil noto'g'ri hareketde bulup atkan. Bir pul tepish uchun vositalamay başkalarga ziyankeşlik qilib atkan. Bir iç nefsini dep xainlik, setillik, casuslik qilib atkan. Sen baribir ölüp gitse, sen baribir Allah'ın dergahına qaytsa. Şoňa laýyk ýaşaşyň lazım. Bolupmy? Allah yüzkilerlikdek, Allah'ın elçi yüzkilerlikdek. Ondan qalsa ictimai jemgyýetdeki tuqqanlaryňga ejderhanyň yüzkilerlikdek ýaşaşyň lazım. Şoňa bu adamda bu mal dünýäni hiç kim ýaman kömeýdi. Lekin bu mal dünýä digen bir tuzuk suga okşaydı. İşken sır adamını takım usulgan gep. Bir insanın ki aslında arzu ümidi pek çıkıp gitişi bu mu şeytan tarafından buludu. Bir insan üy olmuş üyem bozuldu dedi. Üy olsa bu doblik su olsa yakın dağcı olsun dedi. Dağcı olsa onun dekin bu maşinanı almıştırsam buldu dedi. Ya ki ayrılpan bozuldu dedi. Aslında kılıp bir ömür insan şu özünki havaya ve erişenme, yitenme mağdan. Şu yolda hem de İslam'a kayıtmasa, bir şükür kılış, kanaat kılış olmasa, yani ezip gidilgan gibi. Şeytan şu an insanla azdırış doğruluk, tabi'izzetike la uğuyennahum ecma'in. Senin izzetinle kasem kıp durup şeytan, ben ulanı umumizlik azdırma dedi. Kanda azdırsa degende, böyle umenniyennahum. Arzu ümit dolduruyor. Acayip arzu, acayip ümitler. Ay bazı adamın gepini anlasa, madem 1000 yaş kiram deganda ma gepni degen kalgan dedigan. Arzu buluş lazım. Normal. Ümit buluş lazım. Ümitsizlik bolmaydı. Lekin mal dünya kelgende, açgözlük kelgende onda pek ziyade dünyada hem de yaşaş üçün, kusak toğuzuş üçün, rahat paragatlı buluş üçün bunda haddinden ziyade ümitni pek uzak kuvvetiş. Bizim ecelimiz 100 metrede tügüşü mümkün. Lekin ümidimiz 1000 metr, 2000 metr olup kalsa dünyada bu baxtsiz olup kalımız. Demek hem de mal dünyanı hem adam yaxşı gördü. Kuldaki mal mülkni banaslan. Tekin onun bazısı hem de şu kulumuz banasının bazısından bek suyumluk olur demiş. Sen üzerine yaxşı görgen nasıl çıkım kılsan, Allah yolda işlersen, ana aşu senin rastçılığının delil oldu. Sadık mısın? Kunu ma'as sadiqin. Ayetten baya, sizler rastçılığa olan bir oldu. Şunun olan çok yaxşılarının derecesini oldu, yani erişkili oldu dedi. Şuna bir adam da bu ayetinin asaslık düşüş sebebi pesti çıkıdı. Abu Talha radıyallahu anh'ın ki özü Ensar Medine'de xomlarına ait köp beğava yani bağına ait yaxşı gördükən de biz hazır mı yaxşı görüyoruz mesela bir beğamız olsa bir su ekip soğan olsa deyimiz. Hatta bağımız bir iza ya gibi çıksak aşağıda bir havalık ya olsa şu ya da bir toğan olsak deyimiz mesela. Şu rastçıl sahabe hakkında o düşken ayet buradaydı. Hem de ayetinin ki nimse yeni birisi ya eyyühellezine amen anfiqu min tayyibat ma kesebtum dedi. Ey müminler size üzerine çok kesip kılan nesnenin ki en çok yaxşısını yani pakizlerinin paklarının çok Allah yolda işletin dedi. Yani bir yerde ayetin ahirinde وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَب۪يسَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِزِهِ İlla en tuğmidu fihi dedi. Bir adam da habis degen bir tilg'elinde, habis degen nima bo'lsa, nachar eski degan bo'ldi. Nachar narsaga ishlatildi habis degan gap. Harom qilma ba'zi ishlatilib qo'ydi. Habisninki ma'nosi shu.
Endi bu yerdagi shu nachar narsalarga demoqchi. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum va mimma akhrajna lakum minal ard. Yana sizlar o'zinglar ishlab topgan narsalarningki eng qo'lga kirgizgan, qulog'ingizga kirgan narsalarningki eng shu yaxshisini chiqim qilinglar. Va sizlarga biz yerdan chiqarib bergan narsani Alloh yo'lida ishlating dedi. Endi yerdan chiqarib bergan narsa nima desa hamda nima desa chiqqan narsaningki yaxshi usulda uni natural bo'ladi. Wala tayammumul xabis. Sizlar xabisni maqsad qilmanglar dedi. Tayammum degan. Tayammumning ma'nosi maqsad qilish bir narsa degan bo'ldi-ya. Yerdagi tayammumul xabisga xabisni maqsad qilmanglar. Xabis degan nima? Nachar, tuvan, sifatsiz bo'lgan narsa demoqchi. Buningdan chiqim qilsizlar. Sizlar o nachar narsani o'zingizcha olmaysizlar dedi. Olmaysizlar lekin nima qilsanglar, ko'zingni yumib olsanglar olamizlik bo'lmasa olmaysizlar demoqchi. Agar shu haq sizlar uchun qolsa, sizlar u nacharni hargiz olmaysizlar. Boshqalarga bergan narsani bergan bilan bizga berib qolsa, biz olmaymiz mesela. Lekin ko'zni yumib olsak, yoqtirmay turib olsak olamizmi-ki? Qandam rozi bo'lasiz sizlar g'ayringlarga uni bergaysizlar nacharni. Halbuki sizlar unmaysizlar uni elish qiladi. Ma oyatni tushunsak bo'ladi endi. Shu boylar ba'zi kishilarda o'zi kiymagan madalqi yangi narsani bermay, kiyib, shu hali qolmagan yo'cho ashunda yirtilib ketib qolgan narsalarni birdigan. Va yoki ashunda tashvitaydi xaqm olmaydigan narsani qilib, boshqa yo'qsul ajizlarning ko'ngliga tegadigan manda ahvol ishlarni qildiganligi yo'q emas. Siz avval nafsingizni bir g'olib kelib, o'zingizning yaxshi ko'radigan narsani berib beqing. Berishga tirishib beqing. Bu vaqtda andan keyin siz o'zingizning iymonning qandoqligini his qila olasiz. Uni o'zingiz his qilmay, uni albatta mundalam berib qo'ygan narsa emas, o'zingiz bilasiz. Taqda qalapindi. O'z ishiltib bo'lmagan vaqtda andan keyin birdigan zakat arang desimcha desa satanmagan mallarni hisoblab birdigan bu to'g'ri emas bu. Vallahi bir Allohning shariatini ahmoq qilganlik bu. Haq bizga bas olmaydigan narsani boshqalarga bersak to'g'ri bo'lamdi. Shunga bizning maqol tamsilimiz nima bor? Pichoqni uzangu og'imisi kishiga deydi. Ashun o'zim nima desa, avval boshqalarning maydonida turib o'zingizni o'ylab beqing demoqchi. Mushumam deb bir insonga nisbatan bir dalil ko'rsatishda masalan inson nacharni yaxshining o'rniga nacharni elishni çok xohlamaydi deydi. Xohlamaydi. Qandaqmi inson yaxshining o'rniga nacharni elishga rozi bo'lsin? Xabis degan gap oyatdagi nachar ma'nosida. Ashundan shunga Peygamber Aleyhisselam nima qildi desa, shu piyozni ba'zi nimalarni kuda narsalarni shajaratul xabisa deb qo'ydi. Chunki uningki g'ayri furuqi bo'lg'achqa. İnsan yeb qolsa uningki og'zida puroq-puroq qilib qiladi. Demak, mast kirdigan shu qolsa shu narsalarni yeb g'ayri puroqlarni kimsa bir samsaq shunda kuda binasining g'ayri puroqlari mast kimsin degan yerda masjidlarga shundacha sesiq paypaqlar bilan kir narsalar bilan o'zimizning o'ng'ishimaydi. Ba'zi xonim qizimiz mast kirsa taqa madrasa kelsa taqa bolalarning zakollarini taqa aşaga maxsus olib qo'ydigan gap. Tashlab qo'yish to'g'rilamda. Aqidangiz, ixlosingiz yarasha burada. Uni elib olsangiz bo'ladi siz o'zingizni narsa qilgan ekan. O'ziningki chiqargan narsa, o'zing narsa o'ziga, o'zing bolalar narsa o'ziga furmagan bilan boshqalarga bek buraydigan gap bu. Bu narsani qo'yib qo'yish bu to'g'ri emas bu.
Chunki masjid degan bu malaiklar bilan obod qilinadigan go'zal bo'lgan yer. Inson masjidga kirsa, malaiklar azar yeydi. Malaiklar degan nihoyatda pakni yaxshi ko'radi masalan. Mayli shirkatlardan, mayli boshqa narsalardan bo'lsin, nejis, past narsalarni yomon ko'radi malaiklar. Agar masjidga kirib qolsangiz, siz g'ayri-puroqlar bilan, g'ayri-puroq narsalar bilan malaiklar azobga bo'lsa, yuyinmay, ba'zilarida purab turgan, azroqlar bir o'rliq qilmis bo'lgan narsa. İnsan o'zi bilinmay qoladi. Badani purab qolgan ba'zi ishlar bo'lsa, yuyins bo'ldi. Insonda nurg'un o'zi o'rliq sababdan ba'zi ishlar bo'lib qoladi. Shunga buni pokizlash lozim. Demakchi bo'lgan gap endi biz o'sha oyatdagi wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun dedi. Tayammamul khabis degan wala taqsidur radi'a tunfiquna minhu. Sizlar nacharni, pasni, sifatsizni maqsad qilmanglar. Sizlar uni chiqim qilsizlar, manda qilmanglar. Bada ilm kirishsang bo'lmaydi demakchi. Şuna zakatni olgandimi, bak yaxshisini o'ylashim bo'lmaydi. Zakatniki ang nachirini o'ylashim bo'lmaydi. Endi nachirini bilishim bo'lmaydi. Endi bu namarat odamlar deganda satanmagan malni akiliblarkin doy mandati asli manda pul sitdi manda deb modadan qolgan. Mijlib ketgan narsani akilib bunga basa yoki o'ziga cho'nkab qolgan yoki kichkib qolgan ba'zi shunda kiyim tiktirib turib birdigan gap. Endi og'iz yoq demaydi-da. Unda basingiz to'g'ri bo'lmaydi sizlar. Siz uni cho'qim pulunuz olsa pul ayırsanız lazım. Siz kim için birsiz? Allah için. Siz en yaxshi ko'radigan, en qadrlaydigan, en cho'ng biladigan zatqa bunda yetişsiniz. Siz o'zingizningki kelgusingizni o'ylashingiz lazım. Allah hammani ko'rib turadi. Hammani bilib turadi masalan. Endi bu hadisninki asosliq mazmuni ham yuqori oyat bilan bog'langan bo'ladi. Shu oyatning sababi nuzul haqida. Bayatni degandek, hamda shu Abu Talhaning voqealigi bor. Hamda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamning davrida bir kishi bor edi deydi. Endi u kishi shu piyozni, pudini, nimalarni, endi samsaq binasini yeyapti. Bu yerdeki de sahabeler onu sen bir tuma deb uni masjiddan chiqarib etib, daqiqa degan menda shu hozirgi qabristonlik shu Madinaning kelmasligi. Shaga sahabelar qo'g'labdi ekan. Sen bir tuma deb. Endi afsus hozirgi vaqtlarda nima qildi desa, bu kishilarimizga Alloh hidoyat bersin. Daga tamoq chekadigan. Ondan başqa taxa neçik oldigan. Va ondan başqa şuraydigan bir narsa var. Bu narsani ichib oldigan, chekib oldigan masalan. Masjid keladigan, o'zgani purmaydi, bengining og'ziga o'ziga purmagan bilan paranglashgan, o'ltirgan kishilarga 1 metr yerdan purab turdi. Bu shu tamakininki puraqlari. Chilimning puraqlari, chilim chekadigan ishlar. Og'zida yoki kiyim kichiklarda puraqlari bo'ladi endi. Bu nihoyat nacho adam seskindigan bir puraq endi. Bu yerda bizning vatanda ayol kishining unda nima qilgan nihoyat az yoki yo'q darajada bu miyada shu ayollarni ko'pinchisi yog'liq atgan xonimni chiqib oldigan ish odamni reklam ichindirdi endi bu ashunday miyada. Aslida bu to'g'ri emas. Ba'zi kishilar shunday kishilarninki endi tursa namoz xushu tazarru bo'lmaydi masalan. Bular masalaga kirish to'g'ri emas. Harom bo'ldi ba'zi vaqtda. Bunda g'ayri puroqlar bilan.
yoki bo'lmaganda hamda qo'ltiq puraydigan va yoki cho'p g'ayri puroqlab qolsan ba'zi kishilar shunda ish kiyimlar mehnat kiyimlar sen unda kiygich kiymigining yaxshi bo'ldi sen o'zing pokizlab o'zing ratlik holatda bo'lishing lozim demoqchi. Ba'zi xonim qizlarimiz shuni diqqat qilmaydigan boshlarida nimalarga tankila mengib turadigan unda bo'lib qolsin bo'lmaydi. Masjid kirishni masjidga pokiza bo'lgandan keyin masjid madrasani asrash lozim. G'ayri puroqlar bo'lib qolsa shunda erlarda ish qildim dedilarkanda shunda kiyim shundoq ilqi tomoq otgan mehnat kiyim bilan kiriblar namozni o'qib turib qolgan musulmonlar yaga binasini yo'qtirib qo'yiblar ketadigan gapda ba'zi erlar vakada shunda bu to'g'ri emas. Shunga bu masjidlarni qo'g'dash, masjidlarni, madrasalarni pokiz tutish bu intayin muhim. Endi ba'zi kishilar deydiki bu musibatlar, bu sinoqlar men bundan sinaldi. Qanday bo'lib masjidni o'zimdan cheklayalayman, masjidga kirmay yashayalayman. Bu Alloh azza va jallaning qilgan ish bo'lsa, men masjidni qanday o'zim uchun men ne qila olayman deyish mumkin. Demak siz masjidga chiqmay, kishilarga azob etmay, malaikalarga azob etmay tug'uningiz mavjud. Hatta payg'ambarimizning ayni hadisi bor. Masalan, shunda samsaq, menimcha g'ayri puroq narsaga biz namoz o'qiydigan yerimiz kamson. Chunki boshqalarga azob etsak bo'lmaydi endi. Bunun chiqiriki shundaq o'zi pokiz bo'lmagan yoki g'ayri puroq bo'lgan yoki shunda boshqalarga ko'ngilni og'ritadigan darajada bo'lib qolsa, undan masjid chiqmay turgan yaxshi. Bunda puroqlardan qutulish lozim. Yuyinish orqali yoki atir chechish orqali masalan. Erlarga nisbatan da ayollarga atir chechish sirtda bu qat'iy to'g'ri emas bu. Buni yo'qotqili bo'ladi. Xushbaroq bo'lish lozim. Endi bu xabis degan so'zni ishlatish nachar kasbga ishlatilgan xabis masalan. Qanday payg'ambarimizning degani kasbul hajjam xabis deb qo'ygan dedi. Bu hajjam degan bu qanaladigan masalanchi. Qanaladigan kasb bu tuvan kasb bu, past kasb demak. Xabis deb qo'ygan. Xabis degan gap bu nejis degan gap emas, tuvan past demakchi. Hijamat orqali qon oldigan kishi buning kasbi tuvan kasb demakchi. Haram demakchi emas bu yerda. Payg'ambar alayhisalom kasbul hajjam xabis degan nejis kelma deb tarjima qilsak bo'lmaydi. Shunga tarjimalar oyatni hadisni tarjima qilish bu xato bu. Arab tilini bilim men tarjima qilaman desa to'g'ri emas. Arab tilini bilganlar emas. Qur'on hadisini bilish uchun chuqur ustozdan olib turib o'qishi, andan ikkinchi sahobalar qanday tarjima qilgan, payg'ambarimiz qanday tushundigan, tabiinlar qanday tushungan, mazhab peshvolar nima degan, mushu hammasini bilmasa ezib ketadigan ish qilin. İbn Abbas radıyallahu anhu mundaq degan, bizimki dadistin. Agar bu hadis so'zlangandan keyin hajjam mushu qon elib, masalan, hajamat qilib pul topadigan kishi bu kesib harom bo'lgan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom uning haqqini ish haqqini bermaydi deydi. Payg'ambar alayhisalom qon oldi va shunda qon oldigan qon olgan kishiga ish haqqini berdi. Harom narsaniki ish haqqi bo'lmaydi bu yerda. Payg'ambar alayhisalom berganligi xabis deyishi tuvan demakchi. Tarjimani xato qilyaptilar ekan, undan keyin xato fatvo, xato hukm qilsa bo'lmaydi demakchi. Agar u qon olish kasbi harom bo'lgan bo'lsa, payg'ambarimiz uning ish haqqini bermaydi deydi. Chunki payg'ambar alayhisalom haromga qarab turmaydi. Haromni ham e'tirof qilmaydi, ham harom qarab turmaydi va haromga yordam qilmaydi payg'ambarimiz. Mana bu chiqdiki, bu tuvan kasb ekanligi. Qolgan kasbga qarag'an vaqt. İnsan onunca yararak turib yaxshiroq kasb o'rganishning lozimligini demoqchi bu yerda. Agar ham inson shu qon olishga ehtiyoj bo'lib qolsa, qon oldusi, qon olsa bo'ladi masalan. Qon olgan kasbni qilsa bo'ladi demoqchi. Endi bu yerda yana xabisni harom ishlar ishlatgan bir oyat bor. Alloh subhanahu va taoloning so'zi payg'ambarimizningki suhbatida
ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habais dedim. Belik mesele Allah ularga tayyibat pakiz neslerini halal qilib turdi ve ularga habais haram neslerini, necis neslerini haram qilib turdi. Yani habis çıqqandan keyin yer ay bo'ldi. Odatlik narsa deb tushunib qolsak bo'lmaydi. Shunga lug'at o'xshagan bilan ma'no o'xshamaydi demoqchi. Habis necis narsalarni Alloh taolo harom qiladi. Pakninki qarshisi bo'lgan. Masalan, o'lik, cho'chqa go'shi, bo'g'ilib o'lib qolgan narsa, haroq o'xshagan narsalar. Habis shu. Allah subhanahu va taoloning bu oyatdagi bo'lgan maqsad murodimiz xabais shu. Faqatlam harom narsalar demoqchi. Hasil gap hamda Alloh azza va jalla insonningki bizningki meli, mol mulki, qo'lidagi bor egiligidagi narsalardan shu nacharlarni maqsad qilib insonning nafsi bo'lgandan keyin tuvanni bir dig'anga lakin deyliqi qarab shuni ilg'ab qo'llar aşağıya ketib ada qilmasin demoqchi. Ana sadaq qildigan. Mana shuni qilmasin. Buni cheklagan. Alloh subhanahu va taolo insonni hamda yig'inchoqlab aytgan vaqtda biz yaxshi ko'radigan narsadan va o'sha yaxshi narsadan chiqim qilish qo'yilgan. Endi bizimiz yaxshi ko'radigan narsani bir paqala Alloh biladi. Cho'ng sinaq imtihon bu. O'zimiz yaxshi ko'rmaydigan tamoqni, o'zimiz yaxshi ko'rmaydigan kiyimni, yaxshi ko'rmaydigan narsalarni yig'ib chiqib, yaxshini saqlab qo'yib, bundan keyin birimiz endi. Hammamizda bor, mendan boshlab. Bu nafsimiz bilan qilgan jihad, kurashga biz cho'qim dadillik bilan turishimiz lozim. Bir qatim to'xta nafsi deb bilan onunga g'olib kelishimiz lozim. Allohga deyalik, ey Alloh, sening rizoliging uchun mushunda ig'ir kunlarda, munda vaqtlarda ma tul ayolga yoki yetim bolaga yoki munda ojiz bechora miskinga va yoki cho'masdan Allohning dini bilan g'arib bo'lgan vaqtda diningga manchilik manasini qilgandim ey Alloh. Mushning haq hurmatidan mening ma qiyinchiligimni ko'tarib at yoki meni jannatga sancho bir nima muyassar qilgin desa Alloh subhanahu va taolo yaxshi amallar bilan nima qilsa uni vasila qilsak bo'ladi. Shariatda to'g'ri. Masalan, 3 tane kishiningki g'arq qimlab qolgan shu hadis bor ya. Endi yig'inchoqlab aytgan vaqtda bu oyatningki bayatni degandek shu tushish sababi bor. Abdur rahimahulloh yozuvchi, bu yerda kitob yozuvchi Abu Talhaning hadisini. Yana bu Abu Talha kim desa, shu Anas radhiyallohu anhuninki onasininki yo'ldoshi. Abu Talha bu ekinzorlikda nimalari, ziroat teradigan yerlari bek ko'p. Dehqonchilik maydonlari bor. Bunda kishi ekanda bu. Uning bog'lari bor ekan. Shirin, tatliq suv eqib turadigan suv bor. Masjidin Payg'ambar alayhisolamninki masjidninki qarshi tarafda ekanda, o oldidan. Uningda nihoyat yaxshi tatliq suv bor ekan. Payg'ambarimiz uning keldigan suyini ichadigan, havolanib qilgan hamda. Allah subhanahu va taolo bu oyatni tushirgan chaqda la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizlar hargizmi yaxshilik yetilmaysizlar, yaxshi kishilardan bo'lolmaysizlar. Sizlar o'zingizlarni yaxshi ko'rgan narsadan chiqim qilmoqchi. Buni oyat tushgandan keyin bu Abu Talha radhiyallohu anhu nayt oldirdi. Musobaqaga tushgandek nayt oldirib Payg'ambarimizning qishig'i keldida, ya Rasululloh, ya Allohning elchisi, Allah subhanahu va taolo o'zining buni oyatni tushiribdi. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shu o'zingizlar yaxshi ko'rgan narsani chiqim qilmoqchi, ishlatmoqchi, Alloh yo'li bermoqchi, Allohning dinida bu narsani sirib qilmoqchi, sizlarcha yaxshilik yetilmaysiz debdi. Mening mol mulkim, qo'limda bor narsaningki eng suyimli, eng yaxshi ko'radigan, men eng yaxshi ko'radiganim mushu beraha, mushu bo'stonlikdi. Men buni o'zlarininki oldida qo'ydim. Allah Allah'ın elçisiga sadaqa bo'lsin deb.
Sadaqa degan bayat ne dedik ya? Sadaqa yasduqu shu rost so'zladi, rostchil bo'ldi degandan chiqqan sadaqa bu. Demak, bu kishi sadaqani bersa, sadaqa qila olsa, sadaqa qila olgan kishiga haqiqiy iymonning rostchilligining isboti bo'lg'ach sadaqa deb atalgan deydi. Ya'ni o sarf qilish, uni ishiltish Allohning elchisiga. Endi hozircha desa, endi ahli alim ilm oldimi endi bor. To'g'ri, ba'zi kishilarimiz bor. Ahilimiz to'g'ri joyiga ishlatmayotgan ahvollarmi ko'plab qilgandi. Bir ikkisini biliblar ekanda, uning g'aybatini qilib, u anda olib ketdi, manda olib ketdi aytgan, yomon gumon qilgan. Zunnu bil mu'minina xayra deb ba'disda mu'minlarnicha yaxshi o'ylanglar, yaxshi gumonda bo'linglar, yaxshi o'yda bo'linglar. Unda bo'lmaymiz hozir. O anda qilibdi, mashina minibdi, ma'lum qilgancha cho'qim manda o'laqliq bu deb o'zimizga yakun chiqarib, o anda qilgan bo'lsa qiyomatga o'zi javob beradi. Sen o'zingning majburiyatini ado qil. Masalan, inna ba'dadan ismun deb başlayın. Ba'zi bunda yomon o'yda bo'lish, bu yomon o'ylar, bu ba'zi gumon, bu jinoyat bu. Bizda mush ish pek ig'ir endi hozir. Mayli olim ilmli olsun, mayli tashkilot olsun, endi uni qilmagan odam, voyzat anda olsun, manda qilgandan keyin endi tushunib asa xato qilibman ekan deb bir vaqt kechikadigan gap. Yomon gumonda bo'lish bu pek ig'ir. Endi hozir qanday qildi desa, hozir baylarimiz endi pulni qo'ygan biz bilib endi ishlatadiganlar az. To'g'ri yo'l ishlatadiganlar. Allohning dinininki taraqqiyot uchun, shunday haqiqiy ehtiyoj va muhtojlar uchun ishlatadiganlar. Hozir bu shaklvozlik ko'payib ketdi. Rasmga olmasa, videoga olmasa taqilmagan, undan keyin ashnaga azigdek toza xushamatni qilsa, anandan keyin birdigan. Bu bo'lsa desa nurg'un qiyinchilik bor. Masalan, tul hamshirlarimiz bor. Ba'zi bolalarni baqamayotganlar bor. Ba'zicho bekimga diyemay, nomusning kuchini ishlab jafodi qilayotgan nurg'un onalar bor. Alloh subhanahu va taolo bularga oldingi sabda eng sap holatda jihad qilganning ajrini berdi inshaalloh. Endi bu kishilarga bunday qilish lozimdi. O boyning namratning boyga ehtiyoji yo'q, asli boyning namratga muhtojlik ehtiyoji bor. Chunki o'zining boyligininki haqqini ado qilmasa olmaydi. Xuddi bilimning haqqini ado qilishni olim ulamolar boshqalar o'rgatgandek, ashulimi boyligining haqqini ado qilish lozim. To'g'riyani tepib, to'g'ri holatda buni izlab birish lozim asli. Qanday qildi desa hozir ma pulni berma, lekin falani yerga ishlatdilar. Ma'ni berma, manda qillar. Endi ma zakatni beray, lekin din yo'liga ishlatilib qolmasin, na'uzubillah. Ba'zi zakatlar deb og'riqliq keylik. Yevropadan yerdan ashundaq shartlar bilan kelgan. Endi bu qanday gap desa, bu ilmoniy fikr, dinsizlikninki ajoyib ilqi. Bir cho'ng ifodani ishlab qarayman men buni. Endi Allohning yo'liga ishlatmay, bu diniy ma'rif ishlatmay, buni Qur'on kursiga birib salmizlar. Bayaqcho din o'qilganligiga bermizda deydigan. O nega birdi unda bo'lsa? Bayaqi berganlarcha desa, falaniga bersa, bunda bo'lsa, unda qilsa, bunda qilsa. Ishonchi qilmasang, bermasang oldi. Ba'zi ishonchi qilsang sen o'zlari hamman yaxshini biladi. Chunki u olim ulamo biladi. Nega muhtoj, nima uchun hammas eshib ketsa olmaydi. Men o'tgandim dedim. Ba'zan to'g'ri mutul ayollarga, yetim bolalarga qilish bek muhim. Lekin hozir yetim balani boqamiz, yetim balani uni qilamiz, buni qilamiz deganlar ko'pincha yetim balani boqmay, yetim balalar ani beqiyotgan ahvol bor hozir. Shuni tashviqni qilayotganki, chunki ba'zi davlatlarda jihad to'g'riliq, islomiy diniy xizmat to'g'riliq qilolmagandan ulamolar ashni davrdan degandan keyin asli shu yetimni beqish lozim. Payg'ambar sollallohu alayhi ana va kafil yetim kahaten dedi. Men yetim bilan mushundaq nimada o'tirib bormoq bilan ko'rsatkish barmoqdek bilib jannat dedi. Ama yetimning hukmida, masalan, bizningki Uyg'ur prezidentlarning ichida ota-onasi yo dadasi, masalan, vatanni qilib qolgan va yoki turmida o'qalar shu yetimning hukmida. Yetim bo'lish lozim ular. Dadangiz bor ekan, o'kan bo'kan. Bu to'g'ri emas u. Shu maqsad shu baqadigan adami yo'q bo'lganligi uchun ancha yetim deb ataldi. Yetimga qilishga Alloh subhanahu va taolo Allohning elchisi buyurdi. Shu yetimliga joy tekkizish lozim. Ba'zi yetimning pulisi eshib hozir zakat arzaqlamdi deb so'g'a ahvol bor. Ba'zi tul ayollarimiz shu desak,
Ba'zi boylardan yaxshiroq desak, mubolag'a o'tib, odatli kishilardan yeb ichishda, kiyim-kechak kiyishda, nurg'un ishlarda qattiq nimasi bor. Pulisi jiq. Qiyinchiligimiz bor deydi-yu, shu 2 oyda bir qatim umriga boradi yoki bo'lmaganda yilda to'xtamay hajga boradi. To'xtamay, u yerdan zakot, bu yerdan uni buni so'raydigan gap. Bu o'zaro zid ish bu. O zakot nimani umrini yoki hajni farz bo'lgan bo'lsa qilsa bo'ladi. Umrda bir qatim farz qilish, umrda bir qatim bir umr qilish u farz zot. Uni qilib qolgan naflaninki har qancha qilib ketili amaliy bo'lgan farzga, bital farzga udil kelmaydi. Şunu buni diqqat qilish lozim. Şunu ba'zi tul, ba'zi yetim degan bu ishlar suiiste'mol qilinib hozir. Bir odam ochiq-ochiqda sag'irib ketsa, kiyim-kechak jihatda julib ketsa, o'cho qiyinchilik tortib shundoq ig'ir kunda qolsa, ya bir ayol bo'lsa, yoki bo'lmaganda er kishi bo'lsa, xizmat topolmay tursa, uningga hech kim bermaydigan gap. Shu pullar yoki yetimlar o pul mol bilan yig'ilib ketsin. Yani şunu bilamiz. Bu şeriatni xato tushunmaganlik. Bu to'g'ri emas. Hammani o'z loyiqli qilish lozim. To'g'ri yetimni, tullarni qadrlash lozim. Hozir maxsus tul bo'lishda yetaklayotgandek bir ahvol chiqib kelyapti hozir. Tul bo'lsangiz bir top. Yetim bo'lsangiz bir xuddi yetim degandek qilamanda. Ota-onam bo'lmagan bo'lsa bo'tgandek. Ba'zi shundoq o'quvchilar degan gaplar bu. Bizim ota-onamiz bo'lmagan bo'lsa bo'tgan, dadimiz bo'lmagan bo'lsa, oatimizga ma burusni, ma yordamni deb da'vo qilishdi. Bu to'g'ri emas. Payg'ambarimiz sahobalar bunday qilgan emas. Yig'inchoqlab aytgan vaqt hammasi joyida bo'lish lozim. To'g'ri bo'lish lozim. Demak, bir boy o'zining zakot olsin, nima olsin akasi pulni akilib, ani qilsin, mani qilsin demang. Mana Abu Talhaning qilgani. Allohning azizini oldiga qo'ydim. O'zlari buni xalqqa yegishsizlar, xalqqa qo'ysizlar. Demak, nimaning muhtoj, nimaning kicho, kimning muhtoj emasligini, nimaning zarur, nimaning zarur emasligini shu alim ulamo biladi buni. Degandan keyin payg'ambarimizning oldiga bunda qo'ydi. Qo'ygandan keyin men buni o'zimning oldida qo'ydim ya Rasululloh. Buni xalqan yoki sarf qilsizlar dedi. Payg'ambar alayhisalom ta'jublanib endi buningki bo'lmas boshqa yerlari bor ekan, boshqa beg'i bor, boshqa pullari bor, nurg'un narsalar bor ekanda faqatlam shu payg'ambar alayhisalomning masjidi ninki oldidagi bo'lgan shu bog'nalam shu oyat anglagandan keyin sahobalarning amali shu sahobalar bizning nima farqimiz bor desa, biz sahobalardan ko'proq bilamiz, bildiganni. Uçurimiz sahabenin ko'proq bo'lishi mumkin, lekin amalimiz bak tuvan. Sahobalarning bir yüzüne bir kim to'g'ri kelmaydi. Sahobalar la tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun degan oyat tushib bo'lguncha, sizlar o'zingizning yaxshi ko'rgan narsadan chiqim qilmoqchi, Allohga ishlatmoqchi, sizlar yaxshilikka yetolmaysizlar degandan keyin, endi men yaxshilikka yetolmaydigan o'xshayman deb sahoba Abu Talhaning qildi. Bu bağını men özünün aldı qo'ydim. Men Alloh yo'lida buni istiga ba'dim xohlagancha ishni tasarruf qilsa dedi. Payg'ambar esa hayron qilib, baxin belli deb aytdi. Laqi ta'jjublandi masalan. Bu himmat, bu iroda. Bu laqi masalan qo'lda yanchiqnalik laqi 500 yillik yo'l deb davatdi bir ustoz. Shu bak yiroqamda. Allah yo'lida bir 5 mingni hajay desak, o'yga berib bo'lguncha, u pul 3 ming qoladi. Ya balamiz, nevrimiz, ya o bu ko'rinadigan gap. Anadan er kishi bo'lsa, xotin bo'lsa, ko'rinadi. Shunlar pulni elib yo bir g'ayr post 2 ming qoladi. Anadan keyin yeni nafsimiz o'zimizni bir aniqlash, mani qilsam, ya o bundacha o deplam desam, bir mingga qila oladiganligimiz, bir mingni bir olishimiz mumkin. Bu mustaqil yo'qolib ketadi u. Organlı, parganlı. İrademiz şunda boş. Endi miyadaki ma irade, bu himmet. Nime degen yukarı? Da Peygamberimiz hayran kaldı. Ma Peygamberimiz dedi ki, malun rabih. Malun en payda vergen mal oldu da bu. En payda vergen mal. Mesela özünün beğenini satıp kalsa, $10,000, ya $20,000, ya $30,000 erişi mümkün mesela.
Bu jagda o bek paydapla, bek paydasını qilib manş pulga algan manda satqan deb deyilish mumkin. Chunki endi tengitang bo'lib qolsa texim bek malni bek paydapla deymiz masalan. Bir narsani olsa, uni satsa, sen birden bir 10 ming dollarga bu narsa olibdi, yana-chi 20 ming sotibdi. Qasım rasmiy paydapla deymiz endi masalan. Lekin bu bag'ni bergan bu payda qanday desa, bu Alloh yo'lida xajlagan narsa, bergan narsa 100 ming, hattoki 700 kichilik masalanchi. 700-ncha 100 mingchilik shunday holatda paydani necha haslab Alloh taolo bildiradi. Shu payg'ambar alayhisalom dedi, malur robih dedi. Eng payda bergan mal bo'ldi bu. Nurg'ulg'an shunday yaxshi tijoratlar va mallar va paydani ko'p beradigan. 10 hassa, 700 hassa. 700 ming hassigachilik masalan. Chunki Alloh yo'lida xajlagan narsa boshqa yerga ketmaydi. Payg'ambar alayhisalom dediki, zaka malun robih. Ana shu payda bergan mal. Ana shu payda bergan mal dedi. Payg'ambarimiz dediki, buningga bu sahabaning buni bireme deyishdi, bak yaxshi ko'radigan uzumna tilqi coğrafiyalik o'rni yaxshi, go'zal, bak meva beradigan bog' ekan. Payg'ambar alayhisalom suv ichgan, kirib, orom oldi ekan. Anas radhiyallohu anhu dedi, shunga bu oyat tushgan chaqda Abu Talha darrov o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, shu oyat tushibdi. Mening eng suyimlik, mening eng qulamda bor narsaning eng yaxshi ko'radiganim mushuti. Alloh rizoligi uchun sadaqa. Va uningki yaxshilikni va uning uchun saqlanishni Allohning dargohida oxirat bankasiga qo'yaymani deb oxiratga olib ketishni. Chunki oxiratga ketsa, o kepanning yanchiqi yo'q. Balla xalis to'g'ri yo'l qilishlar, xalis xato yo'l qilishlar, undan ballaga mal dunyo qo'ygandan ballaga bilim, taqvolik, to'g'ri yo'lni qoldirib ketgan ma yaxshi. Son payg'ambar alayhisalom menga kelib, "Ya Rasululloh, uni sen xohlagan, o'zing to'g'ri deb qaragan joyga qo'ygunini. Hozir oqsoqollik qilib, aniq ishlatsa, maniq ishlatsa, ammo manda qilsin. Aslan shu an o'rgatgan bo'lsa, manda birtim pulni, mani o'rgatgan bo'lsa, manda pul birtim. Anda qilmabdicha. Bu Qur'on o'qib o'ltirgan bilan, yo bo'lmasa bu hadis tafsir o'rgatgan bilan qo'ldan ish kelmaydi." degan mushuliq takabburona deyilgan so'zlar ma hadis oyatning mazmuniga bu xilof endi. Payg'ambar alayhisalom dediki, shu vaqtda bax. Aytdi. Ajoyib cho'ng bir himmat, iroda bilan qilsa mani bek payda bergan mal bo'ldi bu. Pek payda bergan mal. Deb payg'ambarimiz dedi, "Sen deganlaringni angladin." Buncha. Anladim buni. Men buni sizningki yaqin tuqqanlaring, yaqinlaring orasida qilishingni to'g'ri ko'rma dedi. Yana payg'ambar alayhisalom belgilab berdi. Bek diqqat qilgan masala. Shu payg'ambarimizningki degani yaqin tuqqanlar o'rtasida shu ehtiyojlik, muhtoj kishilar ekanda, payg'ambarimiz darrov ne rahmatul lil alamin bo'lgan zot. Biz eplakni ishiltiblam, yanchiqni tomlablam, yoki bo'lmaganda keyin ishlatamiz deblam muhtoj qilib qo'yib, ana hozir bo'layotgan masala shu. Zakatlarni joyiga tegmayotgan. Yoki ba'zi uni shuna besib yetib, o'zlam ishlatib, boshqalar muhtoj bo'lib berilmayotgan. Ba'zi shu mas'ul qilingan, ba'zi ahlimizda, ba'zi shu boy kishilarda shunday ahvol ba'zi. Buni hamda shu vaqt kishilarga berish, shularni qutqizish bu intan. Agar zakatni boylar to'liq aragan bo'lsa, boshqa Alloh yo'lida xajlagan infaq chiqim emas. Shu zakat joyiga tekkan bo'lsa, mana madrasalar, maktablarmi muhtoj qolmaydi, muhtoj bo'lmaydi, ustozlarmi yoki da'vat qildigan muhtoj bo'lmaydi, hatto mujohidlarmi ishni joyida etmaganlaydi. Biz shu hamma ish suiiste'mol qilingancha ishimizni chataq chiqib ketadi. Alloh insof bersin. Shu yaqin tuqqanlaring orasida uni sen taqat qilin dedi. Payg'ambar alayhisalom bu ko'rsatmasi yo'l yo'riq bo'lgandan keyin
Ee, ha o sahabe dedi ki ya Resulullah şunda kılma dedi. Abu Talha bizning yaqin tuqqanlari, bizninki ikki tuqqan, nevri tuqqanlarining arasida buncha taqsim qilibdi. Hamda bo'lgandan keyin hamda o degan bilan o tuqqanni bayqib bo'g'ilmaydi desizlar. Hamda aslashlik bir debdim, hamda bo'lmasa mayli qolsin demay, payg'ambarimizning buyrug'i darrov ijro qildi. Ashunga taqsim qilib, bilab-bilab-bilabcha. Mismasligi mawa yoki 5 metr ya 4 metr ya ishlagan masalancha 4 kvadrat metr ya 3 kvadrat metr deb ashundan bilib berdi degan bo'ldi. Şu anda bu yerlik mesele Peygamberimizningki buyruqlarini bijanli ijro qilish. Sahabining bu ruhi, himmati, irodasi. Oyat tushib bo'lguncha o'ziga tatbiqlash avval. Hozir biz oyatni tushunsak, bilsak, avval boshqalarga tatbiqlaymiz buni. O'zimizga tatbiqlamaymiz. Endi bu yerlik masala bularchi biz ham hayron qilishimiz mumkin. Bu sahobalarningki bundoq tiz yaxshilik qilish, aldirash. Bir oyat tushib bo'lib o'ziga hayotiga tatbiqlash bu masalalarda nima uchun shunday nima bo'ladi desa, bu sahobalarningki naytchi emniyetchil haqında ishni amaliy ijro qildiganligi. Masalan, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu o'g'li. Agar uningga o'ziningki muquldi banasi bir narsa qilsa, bayqilib uni xursand qilsa, hayron qoldirsa, o'ziningki qalbi ashunga bog'lanib qolsa, buni Alloh yo'lida sadaqa qilgan. Hamda ma'masini hamda biz qilinmaydigan ishlar bu. As qilishimiz lozim. Bizning shunda tashliq qilgan mal, tashliq qilgan pul yoki telefon yoki ish qilib nima desak, ashuna bizni bir reklam bizga yiqib, bak uni yaxshi ko'rib qolsak, bu narsani Alloh yo'lida ishlatsak, oxiratda ko'ramiz bu foydasini. Allohga ishonsak buni. Ash qalbi ashunga bog'lanib qolgandan keyin darrov u narsani Alloh yo'lida ishlatdik. Nimishqa desa, uningdan oxiratda manfaatlanish, Allohning oldida shu narsalarning savob bo'lib oldiga kelib, shundan foydalanib jannatning yuqori o'rniga erishish uchun shunday qilgan dedi. Biz hozir egilotgan narsalar, masalan, uy bo'lsin, mashina bo'lsin, telefon bo'lsin, o bizning yo'q bo'ladi. Kefanning yanchiqi yo'q. Biz yaxshi ulab ketsak, eng yaxshi ko'rgan oltinlarimiz, soatlarimiz, telefonlarimiz, uylarimiz bu narsa olib ketolmaymiz. Hatto yaxshi ko'rmaydigan ses paypaqlarimiz ham bizni soldirib o'tadi. Bu bizning yo'q bo'ladi. Shunga bu jihatda bu ikki ishning birisi bo'ladi unda. Ya o narsa yo'q bo'ladi, yoki siz yo'q bo'lasiz. Lekin siz ilgari qilgan narsa u oldida oxiratga yo'llab o'tgan narsa bu qilib qoladi. Alloh subhanahu va taolodan bizlarga barliq musulmonlarga o'zining nafsiga qarshi holatda bunday ishlarni ko'p qila oladigan kishilarni chiqarib berishni Allohdan tilaymiz. Bexillikdan, chidamaslikdan, mol dunyoni iloh qilib, mol dunyoni bizning eng chong g'ami bo'lib qolishdan Allohdan panoh tilaymiz endi. Haqiqatan de haqiqiy ega kim desa, haqiqiy ega bo'lgan narsamiz bizningki haqiqiy melimiz, pulimiz, bu nima desa, biz Alloh yo'lida uni taqdim qilib, Alloh yo'lida bir o'tkinimiz. O'zimizni qilib qolgan narsa u ya mirosxo'rimizning oldu yoki bu narsa to'g'ri yo'lga ishlatildi yoki xato yo'lga uni biz kesib bir narsa tegil bo'lmaydi. Alloh yo'lida o'zimiz ishlatayotganimiz shu payg'ambarimiz degan sizlarga o'zingizning mal mulki bek suyumlikmi yoki mirosxo'ringning mal mulkiga suyumlikmi degan albatta o'zimizning mal mulkini Alloh yo'lida ishlatganinglar o'zingizning mirosxo'ringning mal mulkiga deb qoldirib qo'ysanglar uni xolisa yaxshi yo'lga ishlatadi, xolisa eski yo'lga ishlatadi vaqtda mirosxo'ringdan uni mana ishlatdi deb deyish huquqingiz bo'lmaydi deb payg'ambarimiz buni aniq tushundirgan edi.
Mesela Peygamber Aleyhisselam'ınki aile tabiatları bir koyunu öldürdü dedi. Öldürüp onundan ço emmeni sadak kılıverdi. Fakatlam şu aldı putninki ya kendi putninki ne bir kargoşukka yakıp kaldı dedi. Tağak vaya. Peygamber Aleyhisselam geldi. Gelip o koydun neme kaldı dep soraptı. Ayşe radıyallahu anh hanımız dedi ki onun da fakat demiş tağak taraf kaldı. Yani Ayşe radıyallahu anh hanımız hemmisini sadaka etken. Tağakından başka şu. Peygamber sallam dedi ki hemmimiz kep kaptı fakat tağaklam yok optu degan. Bu hamda İmam Ahmed'ninki rivayet qilgan sahih hadis. Bu degan nega gap desa ma'no hamda. Sizlar yegininglar o ketga bakaga mangan bo'ladi. Ammo sadaqa qilganinglar u qilib qolgan bo'ladi degan. Yani Peygamberimizninki so'g'ini ma baqiya minhan nima qoldi unda? Qo'ydin nima qolgandi desa. Ayşe radıyallahu anh hanımız dedi ki onun faqatlam tağaq taraf şu bir qo'l şu qilib qoldi. Deb qolgan hammasini shu ojizligiga, muhtojligiga bo'yitib tikanda Peygamberimiz hammamiz qilib qolibdi. Hammasi oxirat uchun saqlanibdi demoqchi edim. Tağaq qo'ldan boshqa. Ma'nomda sizlar uni yegan narsa u ketdi. Ammo uni sadaqa qilgan narsa, Alloh yo'lida ishlatgan narsa, u sizlarga mangu qoldi dedi. Hasil gap hamda bu sahabalar nayt oliy himmatlik, bak irodalik bo'lib yaxshilik qildigan yerda u malomat qilishni malomati yoki fitna qo'lning fitnasini qo'rqmaydigan yaxshi xizmatini tepib musobaqa qilishgan boshqalar qilolmasa men qilib olay deydigan gapda. Hozir endi boshqalar qilasiz, boshqa yeb olmasa men yeb olay, boshqalar yeb olmasa men yeb olay. Hamma sohada hozir mayli shu yaxshilik xizmat, diniy xizmatlar olsun, sahal olsun, noto'g'ri raqobat, shaklbozlik bu ish endi avjaldi. Endi ba'zi masalalarni qilmay desa, shunga majbur bo'lib qoldigan ahvollar yuz beryapti. Alloh bizni bunday shaklbozlikdan, bunday saqlpazlikdan saqlasin. Demak, bularni dunyoninki qadri qimmatini, mal dunyoninki qadri qimmatini bilganlar. O'zi Alloh yo'lida taqdim qilib, Allohninki din uchun sarf qilib, oxiratda mang'izgan narsaniki mangu turdiganligini bilganlar. Ular qilib qolgan, qo'lda tutib qolgan narsaniki yo'q bo'lganligini bilgan kishilar sahobalar. Yani sahobalarniki shuni biz endi nurg'un taraflarni o'rganishimiz to'g'ri keldi. Bo'libmanda ma'vo haliqi oyat tushib bo'lguncha uni amal qildigan. Oyat hadisga qarta bularning nimalari ajoyib talab fikr yoki bo'lmaganda ko'z qarash olib qolsa Payg'ambar alayhisolamning oldiga o'tmaydigan. Peygamberimizde davamlıqça her qanday ish olib qolsa Peygamberimizden so'raydigan. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamninki buyruqini anglaydigan, oldi peshlik qilmaydigan sahobalarning axloqini o'rgansak bo'ladi. Biz hozir bilarman. Hozir shu ahli ilmi, haqiqiy olim ilm olimdan boshqa hammasi pek bildigandek naytdi adam his qilib qoladi endi. Şoňa bu ýerde hadisden çykylgan mazmun näme dese, anda ählilme meselem faziletli kişilerninki bäzi bagçylarga kirip baglarga meselem taýdys buldyganlygy, onuň mewesini ýep, bäzi aramas buldyganlygy, hususan hamda aşna igillere aşdy kişiler käsi hoşuldygan bolsa, da somaý kirip bäzi ýesimi buldyganlygy çykyrdylar. Endi bu malny Allah ýolunda işletişde şu mallarning eng güzel, eng yaxşısını, eng suyumlikni, yüzüge suyumlik bolğany işletişninki sünnet ekenligi. Bu faziletning mukammal bo'lishi uchun faqat aşyňlarla hasil bolganlygynda. Sahabalarninki fazileti mesela Abu Talha, ondan başqa Abu Bakr radıyallahu anhu, Ömer radıyallahu anhu. Bularninki Allah'ның buyruğuna qarta bir ayet düşüp bolgunça näet tezlikde onuň üçin awaz goşganlyk mesela. Bularninki eng mukammal darajada eng yuqori o'ringa eriş uchun oxiratda buna erisman ekanligi. Mesela faziletlik ahli ilmi muda kishilarga qarta mesela miras taqsim qilish
yoki shu sadaqa mesela Allah yo'l iyona pul binasi bo'lsa shularga berib shular orqali shu taqsim qilishninki yaxshilik yo'llarini ashulardan biladim o'zimizning havo havasi bilan qilsak mana shunga nima deb Torayfi rahimahulloh deydi shu tafsir kitobida inson mesela bir zakatni bir vermekçi olsa o'zining ko'ngli nefsi mesela ikki va eng ehtiyojli qiladi ikki yaninki o'z ko'ngli tatmaga yeg berish lozim ko'ngil tatgan yaqinda ko'ngliga yoki xush deganga yoki salom saatni qilganga va yoki azroq mehmon qilganga birib qilish mumkin ko'ngil tatmagancha desa onunla munosabat yo'q bevosita shu Alloh rizoligi uchun shu bergan bo'ladi ma'ni qilish lozim dedi hozir mana ishlab mesela anı biriptim tunishimdi ma'ni biriptim ma beknim qilibdi kim hozir bek ifade deyalisa bek deyalisa shunga birdigan deyilmagan nurg'ulg'an o'ziningki ifatli yashayman deb ishlayotgan o'zining bolalarini beqiyotgan nurg'ulg'an qiyinchilik tortayotgan hamshirlarimiz yoki erlarimiz bor ular miskin ular shu miskin deyishim shu turmushning xafaligida shu ko'p qolgan kishilar bularga nisbatan endi biz alayda shu qo'limizdan kelishicha qilishimiz lozim qilolmay qolsa qildiganini tunishtirib opirib mana odam deyish o'zining gapini o'zi deolmaydi bu yerga bundoq odam bor bundoq qilsa bo'ldi asli deyish lozim shu oyatim lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah la yastati'un darban fil yahsabuhum jahilu aghniya min at-ta'affuf tapaya namrat kishilar bor muhtojlar bor Allah yo'lda mangan Allohning dinini o'qitim deb o'qitim deb mangan yoki jihad qilim deb mangan ularcha la yastati'un darban fil ular tijorat qilolmaydi deydi tijoratga vaqti yo'q qilsa qiladi qilmaydi endi masalan qilsa shu 1-2 soatlik dars yo ekspres bo'lgan gapga masalan yahsabuhumul jahilu aghniya oyat ma bilmaydigan nadan kishilar unicha boy deb o'ylab qoladi qanday boy deydi desa yoki mashinasini qaraydi yoki kiyimiga qaraydi uning necha pul qazilib olganligini yoki uni bir elib setib pay tepib tapay deb qilayotganligini uni uqmagan ekan voy mashinasi bor uningki voy uyi bor uning deydigan gap sahobaning har tugilari bo'lyapti har otlari bo'lyapti har uylari bo'lyapti masalan hammadan o'zining ahvolini o'zi biladi o'zining derdi yahsabuhum jahil aghniya min at-ta'affuf ifatlik yo'qlikdan dadim bor voy anda manda ash zadam da hikoyani o'qib ishlarni qoyil qilgan manda ishni qilmay ifatlik yashaydi ta'rifuhum bisimahum buni siz bilalaysiz dedi oyatda simasib qarab kiygan kiyimi yoki o'tirib qo'pishi yoki kalpukni gezvoqlab qolganligi ash qilib mundoq bir xil kiyimni kiyaverdi bir xil narsani ishiltaveradi ya uyi shuni oddiy sodda shuni qarablama la yasalun nas ilhafa kishilarni choptirish berib turib shundoq to'q qurib oldin zada undoq ishning hammasini udillab bir narsa elish uchun hamda ishlatmaga vositalar qolmaydigan mana ishni qilmaydi degan bo'ldi bu mo'minlarning sifati boy deb o'ylab qolsang boydek yashaydi demakchi boya yo mundaq deb qolamiz lekin uning dardini o'zi biladi ayda bo'lgan ishlar ko'p hozir nurg'un hamshirlar bor to'l yoki to'lning hukmida yoki miskin bechoralar bor yoki shunda ahli ilmlar bor yo o'qiyotgan talib ilmlar bor keyin pokiz ratlik kelganning o'zi ham endi shu boylikni ifodalab bo'lmaydi o'zini so'rash lozim masalan shu anda yaxshilikni qilishga ilhomlantirish yaxshilikni qilgan kishini madiyalash orqali uningga qilgan ishiga rahmat etish uningga rozi bo'lganlik xursand bo'lib payg'ambar alayhisalom shunday qildi ya eng muhimi bu yerdagi shu ehson qilish yaxshilik qilishga eng muhimi shu o'ziniki zavil arham bituqqanlari andan keyin uning tuvindagi kishilar uning ikki tuqqanlari navir tuqqanlari masalan muhtoj bo'lib qolsa agar ular muhtoj emas ekan unda qolsa ehtiyoj egalari hammadan muhim shaxsiy holatdagi muhtojlikdan bu ijtimoiy masalan xalqqa umumiy musulmonlar manfaat yetgan ehtiyoji bor unda ommaviy shu manfaat yetkazgan kishilarga qarata bu hammadan muhim demakchi tuqqanlarni boshqalar navrlarni navr tuqqanlarni tekshirish kerak ularda bir ehtiyoj
bo'lmay qolsa, darrov chog'da ehtiyoj egalar nada bo'lsa izlab tepib buni berish lozim. Shunga buninglik masala asli gap nima desamda, sahobalarninki oliy himmatlik, amaliy ish qildigan, dinayda tushungan bular, hayoti va mol-mulk bilan dinni qurdigan. Bizga o'xshash vaqt eshib qolgan vaqtida, eshib qolgan pulda, eshib qolgan ortiq narsalarda dinni taraqqiy qildirimiz, din shu taraqqiy qilmay keyiniga mangdigan. Intansurullah yansurkum. Agar sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, shuningcha yordam berib qo'llasanglar, Allah sizga yordam beradi. Bizga yordam berishning shartini Alloh taolo dinga yordam berish debchu, shart qilib qo'ydi. Shunga buni nihoyat yaxshi holatda tushunishimiz lozim. Shunga bu hadisda Peygamberimiz malın rabih eng payda vergen, payda çıkan mal bu dedi. Yoki malın rayih dedi. Ayatin gap endi sana onunki şu menfaat san qaydilgan bu mal dedi. Yani şu demek ki gap bu kişi mi özününki şu nemisine şu begini mana bir kıyamette yaxşılığı zuhur degan gap menga bir saqlanadigan Allohning dargohida bir boylik bo'lishni xohlayman. Dunyoda boy bo'lib, qiyomatda namrat gaday bo'lib qilishni Xudoyim saqlasin. Xotindan, xotin erdan, bola ota-onadan qochadigan, ota-ona boladan qochadigan bir kun va bu kunga tayyorlik qilish lozim. Bu hadis muttafaqun alayh. Imom Buxoriy Muslim birlikda sahih hadis demoqchi. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.